Kerak. Qasdan jim bo'ladi-yu. Jim, hurmatli sinfdoshlari, o'qituvchi tanishingiz sizlarga yangi o'quvchi oldingi maktabdan haydab yuborishgan ekan. Haydab yuborishmadi, o'zim xohlaganim uchun ketdim. Ne o'tgan maktabingdan qaytarilgansan? Ro'sti darsga kech qolardim-da, ozgincha. Ne kech qolarding? Ishlarim chiqib qolardi-da. Qanaqa ish chiqardi? O'zim ishim bo'ladi, davlat ishi bo'lmaydi-yu. O'tar bo'pti. O'tiraman ham. Ey! Parlament bitdi. Nima qilsin? Sizga ham aytaveraymi? O'tir joyingga ma'lumotchilik qilma. Kerak emas-ku. Qay darsdan? Sigaret bigiret deyilmaydi bu maktab, tushundingmi? Qayerdan bilib o'tiribman. Chiq do'mamasanga. Chiq. Yetim ekandim, xo'rlar ekan ustoz. Yetdimmi deysan? Bilasizmi, darsga men kech qolaman. Nega? Kechasi bilan ishlayman. Ertalab turib yugurib darsga kelaman. Shuning uchun kech qolaman ustoz. Bo'ldi, kel. ketdimi? Yo'q, bo'ldi. Kir darsga kirib. Ustoz. Ha? Shaykolik, siqilib ketdi odam. Sen odam bo'lmas ekansan. Chiq. Hey! 03 adam qotdi. Sen yetdimi deynu? Ya adam qotdi. Chiq. Qo'y!